Jizak viloyatida Jizak shahrida tug'ilganman. Ayam bilan dadam urush vatan bo'ldi. Urushdan qaytgandan keyin ayamga uylangan. Dadam benim atqa qiziqardi. Zardarda ko'chgandan keyin dadam shu bir atab keldi. Shu atqa qiziqishim boshlandı. Dadam shu atda qilib aytib o'tirardi. Shu at ertalab tong atgancha odamning rizqini tilaydi ekan, o'z egasini. Şu 7-8 vaqtında yaşarımda şu Özbek degan bir polvon adam var edi. Özbek polvon adam degan adam şu aldı bizga dadam aldıga kelardi. Shu yerdan şol adam juda ma'an hangamlardan berardi. Yatib berardi, ko'plarni aytib berardi. Şu atni arqadan qo'shma, jig'ilasan. Pul oldidan qo'sh deb menga şol hammasi esimda qolib ketgan. Azali men atni arqadan qo'shmayman. Faqat oldidan qo'shaman, shuni uloqni darib qo'yaman. Qayerdan bo'lsa ham. Ko'plarda Ali qilib shuni qarab oyoq berardik. Shu kishina bo'lsam ham aka qarardim da. Hashak berardim, jemish berardim. Shu jelkamda bir kun shu dadam olib borgan oti jelkamda tishlab, yoqdan bu yoqqa Ali qildi ham, shu borib qo'ymay shu qarab berganman-da. Umuman. Ko'pkar chovib ketdik. Shu 12 yasharimdan chovib yurganda qishloqda mana 5 ko'p qishloq, shu qishloqda polvonlar ko'p edi. Polvonlarning bararida dadam o'zi çoğardı olatdı, vermezdi atlar. Ben polvonların atını çoğardı. Şu 12 yaşarımda ilip polvonlara ilip vererdi. Yedip de Cuman degan polvon o'tgan, Cuman polvon degan, ol ilishti jedim, ben ilishtim mani o'rgatardi. Shunday ilasan, shunday qilib olib ketasan deb ship et ulab shuni shu qata ilib o'rganib ketdim. 14 yaşlarında bir gün bana şöyle bir kışlaka geldim. Aççı deyen kışlakta şöyle bir toy болып жатқан ekan, bizim 5 gün polvonlar barmaptı. Şöyle ekan ulaqni alıp basıp geldim de sabanға tashladim da 14 yaşlarında marra qildim. Birinchi marra esimde de ko'p polvonlar ilgari mana bu yoqqa borib qolsam, yoshimda ancha 30 yoshda oxirini soladi ekan da, oxirida solsam Qizilqumga bir ko'pkari borganimizda bir qozoq polvon Temirxon degan polvon sen neçeye girdin dedi, 60'tan aşıp ettin mi dedi, ondan 60'a girgem yok da. Hemen dedim, mağıldı dedim, hemen bana oğlum dedi, 3 yaşarda ulak kağımman dedi. Toy bergen ben dedi, sen toyun ahırını sap götürdün dedi. 30 yıl boptu şu an dedi. Hay yaxşı dedim, oğlum neçe merre kıldı dedim, oğlum bir merre kıldı dedi. Sen oğlum 33'e bir merre kağım olsan dedim. 33'e kirgen olsa dedim, ben 30'da yeken ben deyip ayttım da. Ben 3 merre kıldım da şu gün. Hali. Şöyle beni köp salardım da, hali köp alikağım yok. Ben hazır endi 1 yıl, 2 yıl oldu, sel ulak verse, şunu deyip hazır ama köp salıveremem. Köp alikağım, atın üstüne oturup keteveremem. Yuqori marramizga ko'kkari quroli Sultonxon Eshonboyimiz. Ulaq olishning siri nimada Sulton aka? Yaşlıkta ama bilmem şu yerden ulaqni elib olib ketishda men endi shersu professional Ali bo'lganman. Buna o'ng jag'imdan tashlab, chap jag'imdan otmir shu durgun qolinlarning shu o'ng jag'dan tashlab, chap jag'dan ilib ketaverardim, o'ynab, hazillashib. Hozir ular polvonlar bitib ilalmaydi. Lekin haligida bir Murat Qasim Bosim degan polvon chiqdi ekan, ol 86-yildami, haligida Toshkent ipodromida sayl bo'ldi. Shunda o'yin olib bordi. Birinchi yosh bolaman lekin ko'rgandan keyin anovda Ministerstvodan keldi adamlar. Nishipurenko degan bor edi, keyin kattalari bor edi, o yoqda. Bu dedi yosh bola chova olmaydi dedi. Keyin misol Murat Qasim Bosim degan polvon bor edi. Bu chapasa men ham chapmayman dedi. O kapitan komanda aytdi o'zi birinchi. Men birinchi olib borgan edi. Keyin chatdan ekan o chovmayman degan ekan, o men chovdirdi. Men hamma komandani utib chiqdim. Ularga hujum qilayotir. Men bilmaydi, yosh bola deydi, qarag'anim yo'q, men uloqlarni olib kelib qolaverdim. Shunda o'zi shu Aliyxib o'tibdi. Birinchi 86-yilda Toshkent ipodromida biz birinchi shokop Aliyda Qirg'izistonni ham, Tojikistonni ham, Qozog'istonni ham hamma komandani o'tib chiqdi.
3 oyundan bir oynatardı bizge. Çavgan, Surpapaq, Kopkari.